Barchaga salom, sizlar men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, men juda ham zerikib ketdim. Shunga qandaydir qishloqlar bilan o'ynagim kelyapti. Albatta o'zimning qo'shnimni chaqiraman. Qo'shnim albatta chiqadi. Doim uyda, doim bekorchi va u doim bilaman u doim bekorchi. Tuk tuk, kim bor? Qo'shni, bormisiz? Tuk tuk. Cho'tti, yo'q, hech kim yo'q. Ha mayli, qandaydir boshqa qishloqlarni chaqiraman. Xo'sh, mana bu uyda kimdir bormikin? Chaqirani. Tuk tuk, kim bor? Kimdir bor? Ha, menimcha buni o'ynagisi kelmayapti aniq. Siqilib qolgan azinam. Xo'sh, kim bor ekan? Tushunmadim. U yerda qishloqlar nima qilyapti? Nima qilishayotgan bo'lishi mumkin? Borib so'rab ko'ramiz. Xo'sh, kim nima qilishyapti? Ey, qishloqlar nima qilyapsizlar bu yerda? Shu yerda gaplashib o'tiribmiz, hammamiz birgalikda. Ha, bugun ob-havo yaxshi bo'lyapti. Kelinglar o'ynamaymizmi? Yo'q, biz hozir vaqtimiz yo'q. No, mayli. Men hozir prosta sizlarni ko'rgani kelgandim. Nimagadir uni jitir sart siqilib qolgan. Ha, mayli, lekin hozir sen ketsak degandim. Ha, biz hozir biz o'ynaymiz. Nimaga meni ketkizyapsan, ey? Prosta hozir o'ynaydi vaqtimiz yo'q. Prosta gaplashib o'tiribmiz, aralashmasak deyman. Nima bo'pti? Bu eshik nima bo'ldi? Hech narsa emas. Qani qochib turchi, ko'raychi. Bu hech narsa emas deyapti-ku. Nimaga? Ko'raychi bitta iltimos. Qani nimaga yopiq? Aynaklar nimaga yo'q? Nima? Tushunmadim hech narsaga. Hozir Ko'rma dedim-ku men senga. Bor yo'qol ket. nima? Tushunmadim. Nima? Kod? Tushunmadim hech narsaga. Sen ishing bo'lmasa hoziroq ket. Buni o'zimiz aytib qilganmiz, qarang. Bu boshqa narsa. Ha, bitta kirib ko'ray, iltimos, kirib ko'ray. Yo'q, kirma, bor ket. Ket dedim men senga, ket, yo'qol. Hoy, muncha inda qilasan, bu yerda nima bor o'zi? Bilmadik. Nimani yashiryapsizlar? To'g'risini aytinglar. Hech narsani yashirgan yo'qmiz. Nima, aldamanglar meni. Hech narsani yashirgan yo'qmiz. Ha, yaramaslar, aldab ketishdi meni. Eshikni ochinglar. Ochib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Qanday ochsam bo'ladi? Qanday ochaman? O'ylanish kerak. Qanday ochsam bo'ladi? Xo'sh. Buni ichidagiga juda ham qiziqyapman. Ichida nima bor ekan? Mayli. Xo'sh, o'zimiz senga yukishlam. Ha, mayli, hech kim o'ynamas ekan. Men esa ketdim. La. Sas kirib olamiz. Xo'sh. Bo'ldi, Kompot ketibdi, endi kirsak ham bo'ladi. Tezroq kelaveringlar, bo'linglar tezroq. Hozir ketyapmiz, bo'linglar tezroq, bo'linglar. Hozir to'xtab tur. Ha, bo'la. Ha. Ular aniq u yerda bir narsalar yashirishyapti. Xo'sh, sekin. Ha, ular hozir ichkariga kirib ketishdi. Ha, xo'sh, eshikni ochib ko'raylikchi. Yo'q, eshik ochilmaydi. Ha, lekin ular qanday kodma yozishibdi? 1 2 3. Yo'q, bo'lmaydi. Bu xato ekan. Qanday qilsak ochiladi? Xo'sh, o'zi bu qanaqa eshik? Buni orqasida yana bitta eshik bor ekan. Demak, bu oddiy eshik. Uni orqasidagi kodli eshik ekan. Xo'sh, buni ochishim kerak. Qanday ochsam bo'ladi? Xo'sh, hozir o'zimga menimcha qandaydir yo'lni topishim kerak. Hozir kompyuterimni olib kelaman. Hozir jitirlar ketdi. Mana nihoyat endi kompyuterimni qo'yib bemalol ishlayman. Hozir qo'yamiz. Hop. Xo'sh. Hozir yo'q, noto'g'ri chiqdi. Hozir ochiladi. Hop, ochildi. Bo'ldi. Endi ochiladi. Ha, ochildi. Let's go. Biroz qolib ketdi. Yo'q, bola tezroq. Hozir jitir keladi. Hozir qishloqqa kelib qoladi. Tezroq bekinish kerak. Bekinishga ulgurdim. Sar qoldi tutilib qolishimga. Bola menimcha kechqurun kelamiz shekilli. Duridun. Hech kim yo'q. Tushib ketdim. O'xshamay qoldi. Qo'l bo'ldim. O'zimcha ninjalarga o'xshab kechqurun o'g'rilar ham yuradi-yu, ko'ryapsizlarmi?
Ko'ryapsizlarmi, cho'tki maskani ham taqib olganman. Albatta o'g'rilar shunaqa qilishadi-yu. Ko'rganmisizlar o'g'irlikka tushsa. Hech kim yo'q. Sekin boramiz va xo'sh, menimcha menga cho'tki hozirroq kompyuterimni qo'yaman. Mana buni ham qo'yamiz. Simlarda xo'sh, hozir boshlaymiz. Хорошо, bo'ldi, ochildi. Kodini bilardim o'zi. Hozir buni endi qanday ochamiz? Xo'sh, atay men o'zimga kerakli narsa olib olganman. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, hozir mana ochamiz. Mana o'zimga kerakli narsalarni olib olganman. Bizga hozircha mana bu matepelamida esimda yo'q. Shu narsa, lekin hozir o'qish yetil eshitib qolmasa bo'ldi. Xo'sh, qani o'zi uxlayaptimi u o'qish yetil? Uxlayapti ekan. Xo'sh, bo'lmasam sekinlik bilan ochamiz. Let's go. Bola menimcha turdi. Tezroq hammasini olishimiz kerak. Qani qaraylikchi. Qani menimcha turmabdi. Mana buni olamiz. Buni boshqa yo'lni ochish kerak. Xo'sh, kodi qanaqa bo'lishi mumkin? Xo'sh, qanaqa qilamiz? 3 2 1 yo'q, noto'g'ri. 1 2 3 to'g'ri ekan. Bo'l, to'g'ri chiqdi. Xo'sh, tezroq kirib olish kerak. Хорошо. Endi bunday qanday o'tamiz? Bola, buni o'tmaydi aniq. Endi bemalol matapilarni ishlatamiz. Esimda yo'q endi mayli. Xo'sh, endi ochilishi kerak. Yo'q, bunda bo'lmayapti, ochilmayapti. Xo'sh, bizga menimcha kerak. Kulish kerak. Xo'sh, ochildi. Let's go, ochildi. Xo'sh, bu yerda nima bor? Tushunmadim. Hech narsa yo'q-ku. Oddiy uy. Hech qanday narsa yo'q. Mana sandiq bor ekan bu yerda. Sandiqning ichida aniq zo'r narsa bor. Nima? 3 ta izimrud. Boshqa hech narsa yo'qmi? Yo'q, bu yerga qattiq yashirgandan keyin bir narsa bor, bu yerda aniq bir narsa bor. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Tushunmayapman hech narsaga. Bu yerda ichlarida bir narsa bormi? Xo'sh, aniq buni tagida bo'lishi kerak. Yo'q. Bu yerda bo'lishi tushunmadim. Aytganim to'g'ri topgan ekanman. Albatta bo'lardi. Ehtimol qarshi pistoletimizni olamiz. Pistolet. Xo'sh, sekinlik bilan tushamiz. Xo'sh. Tushunmadim. Iltimos meni qo'yib yuboring. Sen kimsan? Iltimos meni qo'yib yuboring, meni qamab qo'ydingiz. Men hech kimni qamalgan yo'qman. Siz qamab qo'ydingiz-ku. Yo'q, men sizni tanimayman. Короче, men izimrudli deyman. Nima? Izimrudli? Jitelman. Nima? Qishloqmisiz? Ha. Nima? Qanday qilib? Короче, buni to'g'ri, men jitelman deyishman. Qishloqlar, izimrudlardan. Demak ular sizni endi izimrudlaringizni olish uchun endi sizni qishloqlar shunga yashagan ekanda. Shunga yashirishgandi. Menga iltimos yordam bering, uni qizil knopkani bosib qo'ying, iltimos. Tushunmayapman hech narsaga. Iltimos bosib qo'ying, iltimos shu qizil knopkani. Mayli, ladna. Shuni bosdim, bo'ldimi? Lekin bu hali hammasi emas. Buni buzish kerak bir narsa qilib. Mayli. Xo'sh, hozir buzishga harakat qilaman. Matepulada aniq buziladi. Xo'sh. Buzildi. Hozir buni ham buzamiz. Buzildi. Хорошо, endi chiqishingiz mumkin. Rahmat. Arzimaydi. Tezroq ketish kerak bu yerda. Bo'ling tezroq. Demak siz to'g'ri, men shunaqa jetelman. Izimrudli ham berim. Prosta hayronman. To'g'ri, men o'zi shunaqaman. Men juda ham shokdaman. Bu nimasi? Sizni demak izimrudlaringizni olayotgan bo'lsa, hozir ko'rish kerak. Men to'g'ri aytasan. Mana bola bu joyda nelarni meni shirishni boshlashgan. Shu yerdami? Qani ko'raylikchi. Demak bu sandiqda izimrud uncha ko'p. Bularning hammasi siznikimi? Bularning hammasi meniki. Buni men o'sha jetellar qishloqlarni olibdi. Men seni yomon o'ylaganim. Menimcha bu qishloqlar haydashib ketgan. Men tezroq ketishim kerak, bo'lmasa mana qishloqlarning kelib qolishi mumkin. O'zimning izimrudlarimni olishim kerak. Menimcha siz nima? Kapot.
Nima sizlar qishloqqa nima qilibdi? To'g'ri aytadi, to'g'ri aytadi. To'g'ri. Seni ishing emas bu. Qanaqasiga meni ishim bo'lmaydi? Seni ishing emas. Yo'q, men bu jitilni qanday qilaman? Qaranglar, uni shilibsizlar. Bu seni ishing emas, bor yo'qu. Qanaqasiga yo'q qilaman, Biz hozir seni aytay qilamiz. Bu gabachi bor qilyapsan. Seni qamab qo'yishing. Rostdan ham qamab qo'ymoqchimisizlar? Iltimos bizni qutqar. Iltimos. Kapot. Iltimos. Yo'q, endi men sizlarga rahm qilmayman. 1-2 kun o'sha yerda o'tirasizlar va endi o'ziga izimlaringizni olib bering. Rahmat. Hozir ovollaman. Rahmat. Kapot. Arzimaydi. Sizlar esa endi 5-6 oy, 5-6 kunga o'sha yerda qolasizlar. Xo'sh, ketdik. Bo'lmasam izimli qishloqqa bo'ling, bo'lmasam hozir 1-2-3 ochildi. Ketdik. Tezroq chiqing. Rahmat, Husomo. Kapot. Arzimaydi. Mana bu senga rahmatim evaziga sen menga juda ham katta yordam berding. Endi men do'stlarimni oldiga borib, oilamni oldiga borsam bo'ladi. Xayr. Bola juda ham xursandman. Qanaqasiga shu endi qamab qo'yish mumkin. Mayli, hech qilsa yo'q. Qarochi menga qancha o'zi endi beribdi. Bola bir stak. Bola. Wow, rahmat. Bola juda ham zo'r bo'ldi bola. Endi bu eshiklarni yopamiz. 5-6 kun o'tirsa o'zlari kelib qoladi qishloqqa va bu izimliklarni mazza qilamiz. Juda ham uyqum kelib qoldi bola. Sizlar